Akalar mana xudo xolasa hamma o'g'larimizni tayyorlab oldik, to'klarni tortib. Endi navbat shu birinchi o'rinda don chiqarib ko'rsatib beramiz mana sizlarga. Bu makka, bug'doy to'kdi ulab mana. Ulachi. Ketdi, davay, ha. Mana bunga e'tibor berasizlar, mana shu holatda ochib qo'yiladi. Ketdi mana. Buğdayni chiqarish holati mana. Hozir bu nima setkasida chiqaryapti? Un setkasida. Kepak, un holatga keltirib beradigan setkasida chiqaryapti mana. Bo'ldi, o'chiramiz. Endi ba'zi ko'rishdi bitta chiqarganini. Bo'ldi. Endi buni chiqarib turaylik, bu to'xtaguncha. Yurishiga ham, balansirovkalariga ham e'tibor berasizlar mana. Xudo xolasa yurganda ham, to'xtay turganda ham qilt etgan yo'q apparatlarimiz mana. Tiniq holatda ishlab beryapti. Ketdi mana. O, sotani olamiz. Sotani managa to'kib yuboraylik. Managa tashlaymiz, managa. Sotalarga ham e'tibor berasizlar, kichkina emas, mana katta sotalar shunday top chiqarilaveradi mana. Makka sotamiz, makka donini hammasini xudo xolasa liboy variantini chiqarib beradi mana bu. Ko'rabilganmiz. Mana bularda o'tlarni chiqarib ko'rsatib berib ketamiz. G'o'zapoyagacha chiqarib beramiz. Videoni boshida aytganimizdek. Mana bunimiz to'xtabdi mana. Kamerani ko'rib turasiz, operator. Mana bunga e'tibor berasizlar mana, xudo xolasa atalab bo'lib mana chiqarib berdi. Mana. Yaxshilab ko'rasizlar, kelar. Mana. Bunga e'tibor berasizlar, men aytga hozir qo'l tutdim, sizlarga tavsiya qilinmaydi bu. Mana buni bekorga qo'yilmagan. To'xtagani uchun men keyin qo'l tutdim, mana ko'rsatdim sizlarga mana. Bo'ldi, endi buni ham bitta o'chirib ko'rsatamiz. O'chirak. Bo'ldi. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun hozir sirasi donni chiqarib bu avtomat tashlab yubordik. Sizlarga tavsiya qilmaymiz buni qilib o'chirishni. O'tni, donni, makka sotasizlarni chiqarib bo'lgandan keyin, mana yerda don umuman qolmagandan keyin bu 1 minut, 1,5 minut o'zini holatida yurib turish kerak. Nimaga? Bu ichidagi ko'rib turgan bo'lsanglar, mana donlari chiqib ketish kerak. Maydalanib chiqib ketib, mana apparat toza ichida chibolasi qolish kerak. Mana bu sotali makka, chachik makkamiz chiqargan holati. Qator ko'ramiz. Mana sotali makka, keyin yorma setkasida chiqqan holati mana.
Menimcha ko'rindi hammaga. Mana bu yorma setkasi, mana bu bug'doy chiqaruvgan setkasi mana. Endi yer yong'oq palakni chiqarak. Ana shuni chiqaraveramiz. Setkalari ham tayyor. Ko'p-ko'pdan salaveramiz, ko'p-ko'pdan. Mahaviklarni shunisi yaxshiki, bitta оборот olib oldimi, sekin olib ketaveradi. Uncha narsaga to'xtab qolmaydi. Yana bir narsaga e'tibor berasizlar. Hozir to'kimiz toza 220 da ishlatyapmiz. Bo'ladi. Toza 220 tokda ishlashi bu. Hali ko'pchilik 160, 170 toklarda ham buni ishlatsa bo'laveradi. Eng pasti lekin shu 170 da ishlatgan ma'qul. 170 voltdan ishlatilaveradi. Eng pasti 170, shu 220 gacha ishlatilaveradi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berasizlar, bu kabelni uzun molxonadan ulab turib ishlatish tavsiya qilinmaydi. Ichi o'tishni tagidan, avtomatidan alohida bunga bitta alohida montaj qilib turib, liniya tortib kelib 50 metr bo'ladimi, 40 metr bo'ladimi, o'sha masofada ishlatilgani yaxshi. Shu tavsiya qilinadigan narsa. Mana bunimiz yer yong'oq palak, shu eng qattiq, ichida cho'paklari ham bor. Men bitta g'o'zapoy ham chiqarib berak mana shu setkasida. Qarang, men bitta chiqaraychi. G'o'zapoyani holatiga ham bitta e'tibor berasizlar mana. Yaqinroqdan olib qo'yamiz bitta. Endi somon chiqarib beramiz mana. Qo'y, ipini olib qo'y. Kam solingan yo'q mana. Obunachilar e'tibor berasizlar. Mana e'tibor berasizlar, chiqqaniga molbob setkasida chiqdi mana. Molbob qo'yga bersa ham bo'laveradi. Uzunasi mana shu 3 santimetrligi ham bor, 5 santimetrligi ham bor. Mana bu endi qo'ybob setkasida ham bitta chiqarib beramiz sizlarga. Beda, trenda bo'lib turgan beda piris mana. Mana bunga ham bitta e'tibor berasizlar, mayilligiga. Buni har qanday yash katta, tishi maydalagan, tishi yo'q qo'ylar ham bemalol yeb beraveradi. Qo'ymi, molmi? Mana chiqarganlarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa universalmi? Universalligicha bor. Hamma apparatlarimiz bexijolat xizmat qiladi. Buni ham bitta to'kiga e'tibor berasizlar mana.
hisobiga 200 dan oshiqroq tokda ishlayapti mana shu holatda. Tokni quvvatiga qarab ishlatilaveradi. 170 bo'lsa nisbatan kamroq solinadi. Tavsiya qilinadigan shu eng baquvvat kabellardan imkon qadar qo'ldan kelgancha baquvvatroq kabellardan tortib ishlatish kerak. Xudo xolasa hammaga yetadi. Bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilsalar ishlarni bitiramiz. Narxlari yana bir bor eslatib o'tamiz. 2 million 600 ming so'm alyumin odmotka, 2 million 800 ming so'm mis odmotkalarimiz. Ba'da zakatobkalarimiz serob, xudo xolasa tayyorlab berilaveradi. Bularımizga oyoq qo'yiladi, motor qo'yiladi. Zakatobkalarimiz ham toshniy lazer yordamida kesiladi. Ko'pchilik shu obuna bo'lmasdan, like bosmasdan ko'ryapti. Like bosish, obuna bo'lish pul olmaydi. Imkoni bo'lsa shu like bosib ketinglar. Bir dona mana shu like'laring bilan biz ijoddan charchamay sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, chorvaga baraka.